Bu mening mashinam, niyat qilgandim. Cybertruck olaman deb. Niyatimga yarasha joyinimni men keyingi xotinlarimni, ya'ni birinchi xotinlaridan qizlari bor. Menda Muhammadjon degan o'g'limiz bor, yana bitta farzandli bo'lamiz. Havo Tahirovna bilan bugun nima qilamiz? Assalomu alaykum hammaga. Men Havo Tahirovna, Marg'ilonlik tadbirkor, shaxsiy sahifalarda o'z blogini yuritadigan 39 yoshli ayolman. Bugun sizlar bilan dildan qanaqa qilib noldan shu holatga yetganimni hammasini aytib beraman. Ketdik. Hozir homiladorsiz. Ha, hozir homiladorman. Balki videoni ko'rayotganingizda tug'gan bo'larlar balki. Ha, to'g'ri. Yuring. Bu mening mashinam, niyat qilgandim. Cybertruck olaman deb. Niyatimga yarasha Cybertruck oldim. Hozir mana shuni haydab yuribman, alhamdulillah. Buni olishimda akam katta yordam berganlar. Akam o'zlari ustalar. Bu bizni yangi olgan hovlimiz. 1,5 yildan beri shu hovlida yashaymiz. Undan oldin akam olib bergan domda 10 yil yashaganmiz. Bu bolalar nima qilishyapti? Bu bola bizni ishchimiz, sedana tayyorlayaptilar. Oldin o'zim tayyorlardim yaqingacha ham, keyin homilador bo'ldim, ishim ko'payib ketdi. Meni ham shaxsiy blogimda ishlarim ko'p, tikuvchiman. Undan tashqari asal, zaytun qadoqlayman. Shuning uchun yordamchi o'zimizni halol, juda ham yaxshi taqvodor odamlar, ota-bola kelishadi, xo'jayinim qarindoshlari kelib, sedana tayyorlashadi. Yuringlar, ko'rsataman. Hovlilarni, uborkalarni hammasini o'zingiz qilasiz. Ha, ba'zida qilaman, lekin odam chaqiraman. Hammasiga kuchim yetmaydi, Durdona. Mana bu sedanani yuvish jarayoni. Sedanani shu yerda yuvamiz. Yuvib, oq bo'zlarga solib quritamiz. Yuvilganda juda ham ko'p kir chiqadi. Bu keyin maydalanadi. Keyin maydalanadi. Mana bu yerga ham yuvib quritib qo'yganmiz. Quritib keyin maydalaymiz. Sababi sedanani ko'pchilik ichidagi shuncha kir borligini bilmaydi. 8-10 martalab yuvamiz. Yuvganda bo'tana qora kirlar chiqib ketadi, toza bo'ladi. Undan keyin quritib buni mo'lkalab Damashni deydi-yu. Damashni tayyorlanadi deydi. Xuddi shunaqa. Uy sharoitida bu sex baz, mana uy sharoitida tozalanadi. Yana sedanamiz местный sedana. O'tgan safargi kontentimizdan ko'pchilik qiziqdi. Bu safar ko'proq ma'lumot bering. Xo'p, sedanamiz bu O'zbekiston sedanasi eng shirin, eng местный sedana bo'ladi. Buni ichlari tiqimachoq bo'ladi, ya'ni mag'zi to'la bo'ladi, puch bo'lmaydi. Mana siqqaningizda ichidan oppoq mag'zi chiqadi. Mana sizga ko'rsatay, yaqinlashtiring. Qarang, ichi to'la oq mag'iz chiqadi. Mana shu ichidagi achchiq moddasi juda shifo bo'ladi. Biz bu sedanani yog'ini hech ham olmaymiz. O'zini shunday maydalaymiz va bunga ruqiya qilingan toza asal va ruqiya qilingan toza zaytun moyi qo'shib tayyorlaymiz. Shunga hamma qiziqishdi-da. Biz ham qila olamiz-ku bu sedanani. O'zimiz ham uyda qilamiz, lekin ruqiya o'qilgani uchun bizani yana ham qiziqtirdi deyshti. To'g'ri, bunga Bismillahirrohmanirrohimdan 101 marta 101 marta Oyatal Kursi, Fotiha surasi, Amana Rasul oyati va 40 marta Yosin suralari jonli o'qib ruqiya qilinadi. Bundan tashqari sehr, ziyonni chiqaradigan Kaf surasi 45-oyat, Furqon surasi 23-oyat, Toho surasi 105, 106, 107 oyatlar jonli o'qib ruqiya qilingan uchun buni ichgan odamni ichidagi eski siqindilari bo'lsa, ziyonlari bo'lsa chiqadi-da, yuragi siqilmay qoladi. O'ylayotganman, Yosin o'qiladi deb. Yo'q, bunga u Yosin 40 marta o'qiladi. Bundan tashqari 101 martadan katta shifo oyatlari o'qiladi jonli. Endi kim vahima bo'lsa, ko'p o'y olib ketsa, vahimadan qiynalayotgan, vos-vos bo'lsa, sedana ichganlar mana yozishyapti, men deyapti mana. Hozir O'tsevga uyimizga odam chaqirdim-da, Durdona. Qarang. Yuring, obzor qilib. Nilufar Manjon deb borardim, Toshkentdaligimda kurslarda o'qib, obi hayot ichib, zaytun yog'idan foydalanib, Anbiyo surasini yomg'ir suviga o'qib, cho'milib zo'r natija oldim. Qanday qilib sizga tashlasam bo'ladi? O'zim shu yumaloq video qilsam bo'ladimi? Taxikardiya, vahima umuman yo'q. Mana bizga shunaqa qilib O'tsevlar berishadi. Men O'tsev unchalik yig'mayman, chunki eng zo'r klient bir-biriga tavsiya qilib kelgan klient.
olgan odam foydasini bilgani o'rtog'ini ham olib keladi. Hozir men sizga sedani olib chiqib ko'rsataman. Nilufar, buni ruchnoy qilib chiqasizlar, o'g'illarim qarashadi dedingiz, hammani chaqiraman dedingiz. Shunday. O'zingizlar qilasizlar asta. Ha, shunday. Mana shunaqa qilib nakleykalarni yopishtirib o'tiramiz. Bo'sh qoldik deguncha biz o'zi bo'sh qolmaymiz. Mana shunaqa qilib nakleykasini yopishtiramiz. Hamma yo'g'imiz ofitsialniy bo'lib qolgan. Endi yaqinda logolarimizni ham yangilaymiz shtrix kodlar bilan. Xo'p, mana bu asal. Bular hammasi asal, Qirg'izistonda toza tog'da asali. Mana sizga ko'rsatishim mumkin ochib. Bu ehtiyot bo'ling. Qattiq turadi. Mana bu sedanaga qo'shiladigan gulda asali. Shifobaxsh giyohlarda asali. Hech ham saxrini ko'tarib yormaydi. Degan qattiq asallarimiz ham bor, tog'da asali. Qani, buni ochalaman kimman. Mana. Bu qattiq asal. Yo'q, bu suyuq asal. Qarang. Shunaqa toza asalki, bismillah. Eshitdim qo'shinim. Sezdingizmi, gulda hidi kelib ketdi. Hech qanaqa essensiya qo'shilmaydi bu asalga. Bu asalda bitta asalchi tog'amiz bor. Faqat shu asal plantatsiyasida hammasini o'zimiz sotib olamiz. Bu asalchi tog'a bir so'm qimmat tushib ham bermaydi. Asalini yaxshiligini o'zi biladi. Shuning uchun indamay olamiz. Endi yuring. Demak, buni ichida umuman ximikat yo'q, rang yo'q. Umuman Nima bor? O'zingiz bitta aytbering hammasini, sostavini. Xo'p. Mana shu bizni qora sedanamiz. Qora sedana, asal va zaytun moyi aralashgan mahsulotimiz. Mana, bunday qilib plombasidan ochasizda. Mana. Bu narsa juda ham shifo narsa. Payg'ambar alayhisalom o'zlari aytganlar, qora sedana o'limdan boshqa hamma dardingizga davodir. Shunaqa joyda o'zimiz toza qilib tayyorlaymiz. Buni ichgan odamda birinchidan yuragi siqilmay qoladi, vos-vos bo'lmaydi, ko'p o'y olib ketmaydi. Ikkinchidan oshqozon motorikasini yaxshi ishlatib beradi. Agar odamda ertalab tursa, qorni ochmayotgan bo'lsa yoki kun bo'yi ham qorni ochmasa, mashta bir narsa ishib turganga o'xshaversa, demak oshqozonda ovqat qolib ketgan bo'lar, yaxshi ishlamayotgan bo'lar. Bu ovqat qolib ketgan ovqatlarni yo'qotib, oshqozonni tozalab, motorikasini yaxshi ishlatib beradi. Sababi bu o't pufayni ochadi, jigarni tozalaydi. Safro yaxshi chachilgandan keyin oshqozon ishlab ketadi. Ishlagan oshqozonda tiqilmalar, xiltlar ketganda odamning og'zidan badbo'y hid kelmaydi. Shunaqa, bu rosa yaxshi. Mumkin bo'lmagan holatlar ham bormi? O'shani ham aytib keting. Xo'p, mumkin bo'lmagan holatni biz hali ko'rmadik. Masalan, eng yomon holatda, og'ir holatda yotgan rak kasalliklari ham buni yegandan keyin ishtahaga kirib qoldi. Biroz tetiklashib, ko'zini ochib yotgan odam o'tiradigan bo'lib qoldi. Buni hammaga mumkin. Faqat chaqaloqlarga bermasangiz bo'ladi. Demak, qolgan hammaga mumkin. O'limdan boshqa rostdan hamma dardga. Ayniqsa buni ichgan odamning sochi rosa zo'r o'sib ketadi, chunki oqsil ko'p. Oqsil yetishmovchilik bilan qiynalayotganlar, qonda infeksiyasi borlar ichsa sedanani juda ham yaxshi foyda topyapti. Ayniqsa bu ruqiya qilingan uchun ko'chib yuruvchi og'riqlar, u yeri bu yerga ko'chib yuradi, tinmay davolanaveradi, dori ichaveradi, ta'sir qilmayotgan bo'lsa sedana ichganlar ey Havoxon, zo'r yuribman, mazza qilyapman, yengil yuribman, charchamayapman deyishadi. Men o'zim 2 mahal, 3 mahal ichaman. Hozir homiladorman. O'shunda ham ko'pchilik aytadi, homiladorlarga mumkin emas deydi. Yo'q, aslida homiladorlarga mumkin ekan. Homilador bo'lmayotganlar ichsa, homilador bo'lar ekan, homilador bo'lganlar ichsa, toksikozi yengil o'tar ekan va qon kamligi, oqsil kamligi, vitamin kamligi bilan qiynalmas ekan, charchamas ekansiz. Sedana ichib yurgan odamning energiyasiga Xudoy taolo baraka berib qo'yar ekan, quvvatiga charchamaysiz ekanda. Orqangizdagi qanaqa mahsulotlar? Bular zaytun yog'i. Bular o'sha sedanaga quyadigan toza zaytun yog'i, chet eldan keladi, eksport bo'lib, importli zaytun yog'lar. Demak, eng tozasini qo'shasiz. Buni ichida bilinmaydi-yu deb oddiysini ham qo'shib yorsa bo'lardi, lekin siz shifoli bo'lishi uchun eng tozalarini ishlatar ekansiz. Chunki halollikda baraka bor. Kelib ko'rsatmasam,
Bilishmaydida rostdan ham. Men o'zim ham bilmasdim. Halollikda baraka borda, Durdona. Buni ular ko'rmagan bilan Xudo ko'rib turibdi-ku. Biz masalan mana shuni 500 gramm deb sotamiz. Aslida taroziga tortib ko'raylikda, hozir qancha chiqar ekan. Mana 500 gramm deb sotamiz shuni. Endi mana 545 gramm. Oshiq bilan. Ha, oshig'i bilan. Mana. Qarang. 550 gramm. Endi biz mana bu kichkina idish tesini 250 gramm deb sotamiz. Mana qarang, 320 gramm. 250 gramm deb sotganimiz bilan oshirib solamiz. Nimaya bizdan ketib qolmasin. Biz xalqni pulini olyapmizmi, mahsuloti to'la to'kis qo'liga borsin deymizda. Xo'p, yana buni foydalari, jigari kasal odamlar ichsa jigarini davolaydi, yog'lar, tiqilmalar, xiltlarni ko'chiradi, oshib ketgan fermentlarni pasaytiradi. Jigar sirrozi, jigarda viruslarni, gepatit viruslari bor, shularni yo'qotadi. Jigari kasal odam ko'p charchaydi, ertalab yaxshi tura olmaydi, oyog'i ko'p og'riydi. Buni ichgan jigar kasalliklarida oyog'i og'rimay qoladi, charchoqlari yo'qoladi. Nilufar, endi bu uyga yaqinda oldik dedingiz. Kim olib bergan? Kim qurib bergan? Ha, bu uyda xo'jayinim olib berganlar, akam ham yordam berganlar. Xo'jayinimni men keyingi xotinlarim, ya'ni birinchi xotinlaridan qizlari bor. Menda Muhammadjon degan o'g'limiz bor, yana bitta farzandli bo'lamiz. Men bu bilan ko'p qotillikka targ'ib qilmoqchi emasman, lekin ikkita farzandim bilan ajrashib, tikuvchilik qilib o'tirganimda xo'jayinim meni o'zlari ko'rib, farzandlaringizni boshini silayman, bolalaringizga ota bo'laman, o'zingizga uy joy qilib beraman deb yaxshi niyatda meni halol pok ota-onamdan so'rab olganlar va haqiqatda ham so'zini ustidan chiqdi bu odam. Meni baxtli qildi. Bolalarimga ota bo'ldi va u odamdan yana ikkita farzandli bo'lyapmiz mana. Va mana shu aytganidek niyati toza ekan, uy joy qilib beraman dedi. Xudoning izni bilan birgalikda harakat qildik, yetmagan joyga, kattaroq joyga qo'shdilar, akam qo'shdi, shunaqa qilib uyli bo'lib qoldik alhamdulillah. Endi uyingizni ham obzor qilaylik. Va qora sedanani xususiyatlarini обязательно bizga aytib o'ting, chunki shuning uchun keldik bugun uyingizga. Bo'pti. Buni yana so'rashyapti, podrobniy bilib bering, so'rab keling deb. Yuring, bo'lmasam sizga uyimizni obzor qilib beraman. Bu bizni orqa tomonimiz, orqa tomon bekitib turadigan joylarimiz. Hozir sedana maydalashyapti, shuning uchun ovoz kelyapti. Hozir ofto, lekin mana shu bizni orqa tomonimiz, mabodo ustalar ishlaydigan bo'lsa, uyning ichiga kirmaydi, hojatxonasi, bitta katta podvali bor. Marosim bo'lsa ham o'choq, qozon osgani bir chekkali turadi. Uyimiz 7,5 sotik, bir tomonda bir xonalik, bir etajli uy bor, atti sex qilib olganmiz, sedana maydalaydigan. Bir tomonda 2 etajli uy bor. Bu yerda necha xona? Tepada 5, pastda 3, 8 xona uy bor bu yerda. Yuring. Bu bizni hovlimiz. Yaqindan beri gul o'stirishni boshladim. Gullar olib berdilar xo'jayinim. Bayramga buketda bas, tuvakda olib bering degandim. Kelavering. Mana bu bizni hovlimiz. Bu meni kitobxonam. Endi yaqinda buni almashtirmoqchiman, chunki kitoblarim sig'mayapti. Turib tursin telefonim. Mana. Men hamma kitoblarni o'zim o'qib chiqqanman. Bundan tashqari yana ko'p kitoblarim bordi, sig'madi, eskib ketgan edi, vidi chiroyli bas edi. Ular sondiqqa solib qo'yganman. Yaqinda kitob javon yasatmoqchiman. O'shanda xudo xolasa hammasini qayta ta'mirlatib yasatib qo'yaman. Keyin men qadimiy narsalarga qiziqaman, ayniqsa mis narsalarga qiziqaman. Hozir mis choynagim bor. O'shani ham olib chiqaylik, ko'rsataman. Mana mis choynaklar, buni baraxolkadan oldim, qayta restavratsiya qilingan. Baraxolkaga chiqqanimda Muhammadjon bilan aylanib, o'zi biz tomonda shu baraxolka bor, bu eski bozor degani. Ko'pchilik chiqadi, aylanib, xarajat qilgan, uyga produkt qilgan va yaxshi narsalar ham sotiladi.
O'sha yerda mana shu mis choyni edi. Haqiqiy original mis choyni sotib oldim. 1.100.000danmi bir donasini sotib oldim. Bularnichi? Ha, buni bir donasini $200 sotib oldim. Choyning foydasini bilamiz. Endi choy damlab ichsa foyda. Bularda qanaqa foydalarni o'rganib chiqdingiz? Buni foydasini bilmayman, faqat shu turishini yaxshi ko'raman. Ko'rinishi Mis idishlar yaxshilik ekanda, misga qiziqadiganlar ham hamma ham qiziqormas ekan. Nimagadir men qiziqaman. Endi bu joyda meni kirxonam. Kirxonamni ham ko'rsatib qo'yay sizga. Mana bizni kirxonamiz. Muhammadjon o'yinchoqlarini jomga solib qo'yuvdik, yuvamiz deb. Bu joyda men kir yuvaman. Pilesoslarim shu yerda turadi. Uyimiz mana shu joydan isiydi, kotyoli ham shu yerda. Endi oshxonamni ko'rsataman sizga. Bu oshxona, bu bizni yozgi yotoqxonamiz. Bu pastdagi bitta hojatxona. Shu binoning ichida 3 ta hojatxona va bu bittasi. Bu bo'lsa bizni oshxonamiz. Hozir endi mehmon kelgan uchun shoshilib mana shu yerda narsalar to'rg'ab olib chiqib ketgan uchun sal betartibroq turibdi. Chiqisi yo'q. Hamma joyda o'yinchoq yosh bolam borligi uchun. Bunaqa Havoxon keyin so'rashyapti. Instagramingizni va Telegrammingizni video tagida qoldiraman. Instagramdan ham, Telegramdan ham Havo Tohirovna deb yozishsa chiqib kelasiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Qattiq H bilan Havo Tohirovna deb yozsa, Odamlarga qanchalik foyda Instagram, Telegramingiz? hozir juda ko'pchilik meni tabiiyligimni yaxshi ko'rib, qiziqib kuzatadi. O'zimdan kimnidir yasab olmayman, o'z holatlarimni yashirmayman, boricha aytaman. Shuning uchun bu qiz tabiiy qiz ekan, hamma borini aytib qo'yar ekan deb qiziqishadi. Odamlar soxtalikdan, elegantli narsalar ko'rsatishdan charchadi. Odamlar oddiylikni xohlaydi. Hammani ichida o'ziga o'xshagan ruhi yotadi. O'sha ruhini ko'rdimi, yoqib qolsa, ichida kechinmalari, meni hayotim sizni tomosha qilyapsiz, ichingizda kechinmalaringizga o'xshadimi? Demak, men sizga yoqib qolaman va meni kuzatishni boshlaysiz. Instagramda ham, Telegramda ham men o'sha oddiylikda ish olib boraman. Keyin Telegramda masalan podpischiklarim bilan har kuni savollarga javob berib o'tiraman o'zim. Har kuni birgaman. Ya'ni o'rnimga boshqasini qo'yib qo'yib, yo gaplashish mumkin emas bu qiz bilan degan unaqa karandalikni yoqib olmayman. Faqat o'zim gaplashaman. Adminlarim ham bor. 5 ta admin bor. Men kamida bilaman. Kamida 5 ta. Lekin rostdan ham o'zingizga yoqadi. Ko'pchilik o'ylaydi-da auditoriyangizdan, begonalardan bu qiz maqtanyapti deb kommentlarda yozishyapti, lekin haqiqatda Nilufar shunaqalar. Maqtanayotgandek ko'rinishi mumkin. O'zim ko'rganman, klientlar bilan telefonda gaplashib, o'zlari sedana sotib o'tiradilar. Ha, to'ppa-to'g'ri. Hecham maqtanish keragi yo'q. Men lekin kimdir masalan illat izlaganga illatdir dunyo, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Kimdir maqtanyapti degan fikrda tomosha qiladi. Meni shuni ko'ra. Kimdir havas bilan qaraydi, shu qizga o'xshay iloyim deydi. Xuddi shu fikrda ko'radi meni. O'shuning uchun hammani ichidagi qalbiga bog'liq meni tomosha qilish. Aslida men maqtanmayman hecham, lekin mana shu 3 yilda ichida oddiy 100 ming so'mdan ko'ylak tikib o'tiradigan chevar Xudodan so'rab, duo qilib, harakat qilib yurib shu darajaga erishganlarini bosqichma-bosqich ko'rsataman. Lekin uni mana men mashina oldim, ko'rib qo'ylar, mana biz uy oldik, ko'rib qo'ylar demaganman. Bir marta ham unaqa demaganman. Hozir ham menda qancha yutuqlar bo'ladi. Ularni ham real qancha ehsonlar bo'ladi. Umuman ular obchiqabata bo'lib ketishini istamayman. Yuring, ikkinchi etajga chiqamiz. Buni menga Durdona Maqsudova olib keldi. Bu servisda o'g'lim shekka qo'yib qo'yibdi. Qaranglar chiroyligini. Rahmat sizga Durdona. Mazza qilib ishlaysiz. Men mehmon kutishni yaxshi ko'raman. Endi mehmon sizga ham ochmoqchi edim, lekin shoshib qoldim. Xudo xolasa buni haliroqqa ochib choy ichamiz. Yuring, tepaga chiqamiz.
Ha, men sizga yana bitta narsa aytib o'tay Durdona. Bu qora sedana ayollarni jenskiy tomonidan klimiksdan qiynalayotganlar uchun juda ham foydali. Agar klimiksda qizib ketayotgan bo'lsangiz, kechasi yomon o'yib ketib, vahima bosib, uxlolmasdan yurib chiqayotgan bo'lsangiz, birdan qizib ketib, birdan sovib ketayotgan bo'lsangiz, kayfiyatingiz o'zgaruvchan bo'lib, ta'sirchan bo'lib qolgan bo'lsangiz, qora sedanadan tayyorlangan ob hayot malhomimizdan iching. Buni ichganingizda ta'sirchanligingiz yo'qoladi. Yengil bo'lib qolasiz, kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi. Endi agar miyoma bo'lsa ayollarda, qaysi sikli buzilgan bo'lsa, kista bo'lsa, ular ichsa kista miyoma so'rilib ketadi, qaysi sikli joyiga tushadi. Hatto homilador ham bo'ladi. Yana ayollarda immunitet tanqisligi, gormonal buzilish bo'lib semirib ketishyapti-ku. Ko'p ayollarda o't pufay yaxshi ishlamaydi. Gormonlaringizni zo'r joyiga tushirib qo'yadi. Bunda hech qanaqa ximikat yo'q, toza, yuvib tayyorlangan uchun, ham ruqiya qilingan uchun ichganingizda gormonlaringizni joyiga tushirib, ochlik hissingizni pasaytirib beradi, semirib ketayotganlar. Alamini ovqatdan oladiganlar, og'ziga tinmay perikus qilib narsa solib yuradiganlar bor-ku, qora sedana ichib yuringda shunday nafsingiz tiyilib qoladi. Suv miqdoringizni ichib yurib dietalar qilsangiz, bir oyda 10 kilodan 12 kilogacha ozasiz. Agar siz o'ta ozg'in bo'lsangiz, semirasiz. Nimaga? Ozg'inlar ziyondan ozg'in bo'ladi. Ichak mikroflorasi yaxshi ishlamaganda, o't pufay dimlangandan, oshqozoni yaxshi ishlamagandan, ichakda infeksiya ko'pligidan ozib ketadi, betiga narsa chiqadi, dog' tushadi. Endi ular qora sedana ichib yursa, hamma ichaklarni, jigarlarni, o'tlarni ochib davolaydi va ular gormonal narusheniyalari pasayib, semirishdi, ishtahasi ochilishdi va ziyonlashib ketib, xotirjam uxlashni boshlaydi. Xotirjam uxlaganlar yaxshi et olib semiradi. Yuring. Mana biz endi ikkinchi etajga chiqyapmiz. Biz ikkinchi etajimiz. Men Xudodan so'rardim, ey Xudo, hech ham qiynalib, changga bulanib, usta boqmay, menga hovli uy bergin. Dunyoda ham bergin, oxiratda ham bergin. Zero dunyoda bitta hovli uy bersang, 30-40 yil egalik qilib ketamiz. Qiyomatda, oxiratda, jannatda bersang abadiy yashaymiz. Menga hovli uy bergin, usta ishlatmay, tayyor ochib, eshigini ochib, kirib yashay, hamma narsasi joyida bo'lsin deganman. Xuddi shunaqa hovli uy berdi Xudo bizga. Hatto mana shu gilamlari ham o'ziniki. Hamma yo'g'i bilan birdan turishcha sotib olib, 2 kun odam chaqirib, uy yig'ishtirtirib, ko'chib kirganmiz. Endi umid qilaman Xudoyim bizga oxiratda ham bitta yaxshi qasr uylarni beradi deb. Bu tepadagi sanuzel. Bu bizni tepadagi qishki yotoqxonamiz. Hozir kirmayapmiz batga. Yopib qo'yay, chang bo'lib ketibdi. Chunki biz pastda yotibmiz. Chang bo'lib ketibdi. Bu meni o'rtancha o'g'limning yotoqxonasi. Mana o'ziga shinam qilib joy qilib olgan. Bu o'rtadagi mehmonlar ko'payib ketsa, mehmonxonamiz o'rtadagi, kelajakda namozxona va kutubxona qilmoqchiman batda. Hozircha bo'sh. Bu tepadagi sanuzelimiz, gilomni bugun soldik. Yudirib, hamma yoq yerda yotibdi. Men tepaga kam chiqaman, o'zi homiladorligimga ham bolalar hamma yoq yerga tashlab yuborishibdi. Bu bo'lsa tepadagi yana bitta bo'sh xonamiz. Mana. Mehmon kelsa kirgizib yotqizib turamiz. Bu yerda yopib qo'yay, chang bo'lib ketadi. Har kirganda chet ochiq qoladi, yopishmaydi bolalar. Baraka tilash haqida aytib beray sizga. Keling. Bu meni chevarxonam. Kecha ko'ylak tikkan edim, shuning uchun jicha ivrisib yotibdi. Mana shu yerda ko'ylak tikaman. Ko'ylak tikib, o'zimga hamma ko'ylaklar o'zimga tikaman. Masalan, pulim bor ekan deb hadi bozordan ko'ylak olib isrof qilavermayman. O'zimga chiroy qilib tikib olaman va bu menga yoqadi. Baraka haqida. Qarang,
baraka nimaga tushsa o'sha ko'payib ketar ekan. Masalan, baraka qalbga tushsa, qalbingiz siqilaveradi-ku, yurak siqiladi. Qalbga baraka tushsa siqilmay qolar ekan. Masalan, meni yuragim umuman siqilmay qolgan. Baraka tilagandan keyin oldin ko'p yuragim siqilardi. Kelajakda o'ylardim, ertalab tursam noxush g'alati o'y fikrlar bilan uyg'onardim. Ko'p siqilardim, depressiyaga tushardim. Shuni men Xudodan qalbimga baraka bergin deb tiladim. Kayfiyatingiz ham yaxshi bo'lib qolar ekan, qalbingizdagi siqindilarni Alloh taolo olib qo'yar ekan. Yana baraka quvvatga tushsa, quvvatingiz mana hamma ishga ulgurasiz bir kunda deydi. Misol uchun kechani o'zida 10 ta reklama oldim, mahsulotlarni ishxonaga olib bordim, bir mashina mahsulotni ularni tushirib oldik, sotdik ularni, obed qildik. Ertalabda turib hamma uyda uborka qilib chiqqan edim. Obeddan keyin namozlarimni o'qib olib, ovqat qildim, o'rtog'imni chaqirib monti qildik, ko'ylak tikdim, yana kitob o'qidim. Biz yotaveramiz, havoxon sizni ko'rib hayron qolamiz energiyangizga deyshadi. Shu energiyaga ham baraka tilash kerak ekan, quvvatga ham. Qora sedana ichsangiz, quvvatingizga Alloh baraka beradi va tilab turib iching. Ya'ni Allohim quvvatimga baraka bergin deb ichsangiz, har qanaqa quvvatingiz oshadi. Fikrlash quvvatingiz, energiyangiz, ya'ni ishchanlik quvvatlaringiz oshar ekanda. Demak, baraka faqat yeb ichishda, ovqatda emas ekan. Baraka nimaga tushsa o'sha ko'payib ketar ekan. Farzandga tushsa, farzandingiz salohiyatli bo'lar ekan. Esli xushli, nikohingizga baraka tushsa, eringiz bilan o'rtangizda muhabbatga Alloh baraka berib qo'ysa, bu sevgi degani faqat xotinchilik degani emas. Bir-biringizni ko'rganingizda ko'zlaringizni quvnashi, bir-biringiz haqqiga duo qilishingiz, bir-biringizni tushunishingiz bu baraka ekanda. Nikohga baraka tilaylar, bolalarga baraka tilaylar. Payg'ambar alayhisalom Anas roziyallohu anhu Anasni onasi olib kelib duo so'ragan ekan. Ummu Sulaym degan ayol Anas roziyallohu anhu olib kelib shunga duo qiling deganda, Allohim Anasni moliga, zurriyotiga, umriga baraka bergin degan ekanlar. Anas roziyallohu anhuning moli shahardaga sig'may ketgan ekan, boyligini. 100 dan oshib ketgan ekan yoshi va zurriyoti, farzandi 100 tadan oshib ketgan ekan. Shunaqa baraka tilash kerak ekanda. Men so'rashni o'rganib oldim. Xudoyim, ertalabda kunimga baraka bergin va bir kunda bitta ishni bitiradigan kunda men 10 ta, 15 ta ishim bitiraman. Ketdik. Xo'p, men Havo Tohirovman, 39 yoshman. Meni endi tanimoqchi bo'lganlar Instagramga kirsangiz bo'ladi. Telegramda qattiq bilan Havo Tohirovna deb yozsangiz, meni profilim chiqadi. Endi sizga men tarafdan qanaqa kontentlar qiziq, meni hayotim qiziqmi, ishlarim qiziqmi, avtobiografiyam qiziqmi, yozib ketinglar. Men Durdona bilan shular haqida kontent olib sizga 20 minutlik, yarim soatlik, 1 soatlik videolar joylaymiz.